Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada size Radio Rose, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü leksiyada asaslık toxtulduğumuz, mesela toxtuladığımız, mesela ciddi vaziyet dep qarag'anımız, Prezident Trump efendi Jungo bilen bolgan münasibetlerge yoki savdo tijorat majralar ve yoki kishilar aytayotgan savdo urushi masalasida Prezident Trump dedi ki meydanımız qat'i, meydanımızda çiğ turumuz. Şundan keyin hozir Uyg'urlar hayotiga münasibetli yüzbergen bir vaqa. Şinjan atalmış Şinjan Uyghur Avtonom Rayonu. Mustamlika Uyg'uristanning sobiq raisi Nur Bakri bu qatam Beijingda aeroportda qo'lga olindi. Yoki tekshirish uchun to'xtatib qo'yildi. Bugün asaslık vaziyetimiz, yoki vaziyet doğrusida so'zlaganda mushu masala ustida kengroq to'xtalamiz. Vatandaşlarning diqqat qilishini umid qilaman. Mavzu mundaq, hurmatli vatandaş. Uyg'ur yuqori darajali kompartiya amaldori Nur Bakri otdan tushdi. Tuzumga xiloflik qildi. Qonunga xiloflik qildi, ya'ni intizomga xiloflik qildi, qonunga xiloflik qildi deyildi. Mavzuli xabar 9-oyning 21-kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Washington. Jungo doiralari davlatlik energiya idorasining boshlig'i Nur Bakri intizomga, qonunga xiloflik qilganlikdan Markaziy intizom tekshirish komiteti, davlatlik taftish komitetining tekshirishini qabul qilib Xinhua haftaning 5-kuni, ya'ni 21-kuni bir parcha xabar e'lon qildi. Lekin Nur Bakrining intizomga, qonunga xiloflik qilganligidan tafsilotlar to'g'risida, xiloflik qilganligi to'g'risidagi tafsilotlar ustida to'xtalmadi. Aloqador taraflar e'lon qilgan qisqacha tarjima holda Nur Bakrining tarjima holida mundaq ko'rsatildi. 57 yoshli Uyg'ur Nur Bakri ko'p yillardan beri Şinjan'da muhim xizmatlarda vazifa o'tagan. Avtonom rayonluq hukumatning raisi, ya'ni to'liq ismi Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq hukumatning raisi. 2014-yildan boshlab Davlat taraqqiyot va islohot komitetining mudiri, Davlatlik energiya idorasining partkomning sekretari, idora boshlig'i, Kompartiya siyosiy hokimiyatida yuqori darajalik amaldor bo'lgan Uyg'urning birisidir. Bir kun burun Jungo oliy taftish xabar e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Jungo energiya idorasi muavin idora boshlig'i Wang Shaolin poraxo'rlik jinoyatiga chetilib ayblangan. Dairlar bu yil 4-oyda uning delo turg'izib, tekshirayotganligini aytgan. Wang Shaolin siyosiy intizomga va siyosiy tartibga og'ir xiloflik qilgan va nurg'un moddiy buyum para olgan deyildi. Hozirgacha Xitoy amaldorlari ichida xiyonatchilik qildi deb ayblaganda uningga siyosiy intizomga va siyosiy tartibga xiloflik qildi degan bir jumla qo'shilgan emas. Bu qatim Nur Bakriga munosabatli holda uning muavin o'rinbosari bo'lgan Wang Shaolinga siyosiy intizomga, siyosiy tartib xiloflik qildi degan jinoyat ortilib. Eg'ir xiloflik qilgan va nurg'un moddiy buyum para olgan deyildi. Ba'zilar faraz qilib mundaq deyishdi. Nur Bakrining otdan tushganligi Wang Shaolinning nazarband qilinganligi bilan munosabatli. Nur Bakrining otdan tushganligi muavini o'rinbosari bo'lgan Wang Shaolinning
nazarband qilinganligi bilan munosabatli. Nur Bekri Şinjan'da köp yıllardan beri mühim hizmetlerde bulgan. Mezgillerde Beijing dairlerinin Uygurlarını qattiq başqurishini qo'llagan. Diniy radikalistlarni qo'mirib tashlayli. Zo'ravonlarni qattiq jazolayli degan. Şuna bazı kişiler bazı kişilik hukuk faaliyetçileri kechiringlar. Nur Bekri'ni ayıplab, Jungo Kompartiyasi hakimiyetining quli ve çomakçısı değişken idi. Yaqinqi bir mezgillerde Beijing dairleri Şinjan'da zor ko'lamda yig'ib lageri kurup, tarbiyalash markazi kurup, zor ko'pchilik Uyg'urlarni qattiq boshqarishni yo'lga qo'yib, shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining diqqat qilishiga uchragan. Amerika ovozi berilgan xabar tugidi, endi YouTube'dagi to'g'ri film bilan berilgan xabarlarga diqqat qiling vatandosh. Şinjan'da konu sepdaş qo'lga ilindi. Bekrining masalasi xiyonat emas. Ko'pchilik 9 ayning 22 kuni aynak axborot supsida e'lon qilindi. Ham YouTube'da e'lon qilindi. Ikkinchi, Davlatlik energiya idorasining boshlig'i Nur Bekri tekshirilyapti. Nur Bekri Uyg'ur. 1961-yili tug'ilgan. 46 yoshida Şinjan'a reis bo'lgan. 53 yoshida Davlat taraqqiyot komitetining o'rinbosar mudiri bo'lgan. Energiya idorasining boshlig'i bo'lgan. Üçüncü, Davlat energiya idorasining sobiq idora boshlig'i ayblangandan keyin idora boshlig'i Nur Bekri tekshirilishga boshladi. Mavzuliq to'g'ri filmi 9 ayning 21 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Abdore Jungo'ning maxfiy xabarlari. Xitoylar xilma-xil ism qo'ydi juma vatandoshlar, Rossiyadagi, Turkiyada yashayotgan vatandoshlar. Xitoylar xilma-xil ismlarni qo'yib oldi. Men shuni tarjima qilib ismlarni aytib o'taman. Masalan, Jungo'ning maxfiy xabarlari deydigan bir ism bo'lamdi degan amaliyat. 4. Nur Bekri'ni yo'q qilish orqali Nur Bekri'ni yuzdan orqali yüzni cho'chitish, ya'ni birni yo'qotish orqali yüzni cho'chitish siyosatga va millat ishlarini bartaraf qilishga chetilib qoldimi? Diqqat vatandosh. Siyosatga va millat ishlarini bartaraf qilishga chetilib qoldimi? Mavzuliq to'g'ri filmi 9 ayning 22 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Abdore bugungi filmga baho. 5. Jungo Kompartiyasining yuqori darajalik Uyg'ur kadri Nur Bekrining otdan tushganligining tafsiloti oshkorlandi. Aeroplan stansiyasidan tutib ketildi. Mush tafsilot oshkorlandi degan mush filmni ko'rdim, lekin konkret tafsilot yo'q. Mavzu shunday qo'yilibdi. Biroq bu yerdagi yangi gap aeroplan stansiyasidan tutib ketildi. Mavzuliq to'g'ri filmi 9 ayning 22 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Abdore Charles Raider. 6. Nur Bekri sobiq 3 nafar siyosiy byuro a'zosiga chetilib qoldi. Jungo Kompartiyasi Prezident Trumpning urushiga taqobil turadigan yangi usul chora izlab topdi. Mavzuni yana bir o'qib beray vatandosh diqqat qiling. Nim deydi 6. Bekri sobiq 3 nafar siyosiy byuro a'zosiga chetilib qoldi. Jungo Kompartiyasi Prezident Trumpning urushiga, ya'ni savdo urushiga demakchi. Savdo urushiga taqobil turadigan yangi usul chora izlab topdi. Mavzuliq to'g'ri filmi 9 ayning 21 kuni
YouTube'da ilan kılın. Abduri Mingjin Hopey. Dünya Beijing'e Qara jurnalının 6. sani dep koşup koyuptu. Endi vaqa mişe kelgende hazır eçpla yana bir haber gördüm. Dikkat kılın vatandaş. Cumhuriyet Taraqqiyot Komitetining muavin mudiri tekshirishga başladı. Angliya olimlari kishini hayron qiladigan bir nuqtani oshkorladi. Angliya olimlari kishini hayron qiladigan bir nuqtani oshkorladi. Mavzuliq to'g'ri filmi 9 ayning 22 kuni YouTube'da e'lon qilindi. Abdure Charles Raider. Nurbekir Toğrus haberlerimiz aşağıda ahırlaştı. Allah'a aman kısamımızda imkaniyet yar belgendi bugünkü leksimizin ahırda bunda 3 nokta boyunca muhakeme kılımız. Hiyanetçilik, Moskva ziyareti, sezgör vakit.